Taniqli o'zbek shoirlaridan biri Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprelida Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. 1971-yil o'rta maktabni tugatgan. Toshkent Rus tili va adabiyoti institutining hozirgi O'zbekiston davlat Jahon tillari universiteti Rus tili va adabiyoti fakultetini tugatgan. Muhammad Yusuf o'qishni tamomlaganidan so'ng O'zbekiston kitobxonlar jamiyatida muharrir sifatida ishlaydi. So'ngra Toshkent oqshomi gazetasi muxbiri, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyida musahhih, O'zbekiston ovozi gazetasida muxbir, O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh muharrir o'rinbosari, Tafakkur jurnalida bo'lim mudiri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Ijodiy faoliyati. Muhammad Yusufning dastlabki she'rlari O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftaligida bosilgan. Shundan boshlab respublika matbuotida uning she'r, ocherk va maqolalari muntazam ravishda chop etila boshlangan. Muhammad Yusuf O'zbekiston xalq shoiri unvoni va do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Nashr etilgan she'riy to'plamlari: Tanish teraklar 1985-yilda, Bulbulga bir gapim bor 1987-yil, Iltijo 1988-yil, Uyqudagi qiz 1989-yil, Halima enam allalari 1989-yil, Ishq kemasi 1990-yil, Ko'nglimda bir yor 1991-yil, Bevafo ko'p ekan 1993-yil, Yolg'onchi yor 1993-yilda, Erkak yigit 1995-yilda, Osmonimga olib ketaman 1998-yilda. Mazkur kitoblarga kirgan she'rlarda Muhammad Yusufga mansub bo'lgan avlodning eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlari bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o'zbekona, sodda, ayni paytda ezgu, bokira va betakror tuyg'u hamda kechinmalari o'zining yorqin ifodasini topgan. So'zning abadiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg'ular tiniqligi, samimiylik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo'nda va yakdil ifodalay bilish Muhammad Yusuf she'riy uslubining yetakchi xususiyatlaridir. Uning qalamiga mansub aksariyat she'rlar taniqli xonandalar tomonidan ijro etilmoqda. Muhammad Yusuf ijodi ayni gullab yashnagan paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida she'riyat muxlislari bilan uchrashish maqsadidagi ijodiy safarida 2001-yil 29-iyulda yurak xuruji tufayli vafot etgan. Andijonda dafn etilgan. Toshkent shahri va Marhamat tumanidagi ko'chalardan biri, shuningdek Andijon shahridagi bolalar kutubxonasi va Marhamat tumanidagi ijod maktabi Muhammad Yusuf nomi bilan atalgan. U bu yorug' olamdan atigi 47 yoshida ko'z yumdi. Uning o'limi she'riyatga ta'sir qildi. Buyuk shoir o'limi she'riyatni o'ldirdi. O'zbek shoirlari orasida eng taniqlisi Muhammad Yusuf edi. Uning she'rlari insoniyat qalbini seskantirib qo'yadi. U shunday buyuk shoir edi. U o'limini oldindan sezgan edi va u oxirgi she'rini yozdi, ya'ni o'limidan taxminan 1-2 soat oldindir. She'rning nomi yo'q, lekin uni Muhammad Yusuf o'limidan oldin yozgan. Muhammad Yusufning mashhur she'rini qo'shiqlarda eshitasiz, ba'zida esa uning o'zidan. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqach. Faqat yig'lamagin, aybim nima deb. Aybing seni onang chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et ey yor, nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt, senday qiz yana qayda bor, kipriklari uzun kokillaridan. Iymanib yashama xayol pinjida, yoyil, yayra jonim, o'rtanma g'amda. G'iybatlarga chida, tuhmatga chida, sen bittasan axir yorug' olamda. Men esa oshig'ing sening eng g'arib, tundan so'z qarz olib tongga tutguvchi. Sening yoningda ham seni axtarib, sening yoningda ham seni kutguvchi. Ista, tiz cho'kaman hozir oldingda. Sevdim, sevganimdan uyalmoq nechun?
Barcha farishtalar sening qalbingda ijarada turgan qizlar men uchun. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa